Sitora nima qilyapsiz? Qizishmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli, hayot oldinda, hali yoshsiz. Hammasini yengasiz. Sitora unaqa qilmang, iltimos mushashingizdan qayting. Mardon, ochiq havoda nafas olyapmanmi? Ha, unaqamidi? Ha, unaqa bo'lsa. Sitora to'ydingizmi? To'ydim. Mardon, bu qanaqa joy? Bu Sitora mana shunaqangi naveslarni, konteyner mahsulotlarini usta akalarimiz cho'pcha qilib yasab berishadi. Qarang, bu qulaylik taraflari 10 metrdan 25 metrgacha hech qanaqangi ustunlarsiz qilinadi. Bu chirmaydi, zanglamaydi, uncha-munchaga juda ham mustahkam bo'ladi. Yonmaydi ham hattoki. Mardon, shunda bular faqat naves qilishadi. Yo'q, navesdan tashqari to'yxona, molxona, teplitsa, stadion, xullas xohlagan narsalarni xohlagan o'lchamda qilib berishar ekan. Narxlari qanaqa ekan? Narxlar 150 ming so'mdan boshlanadi ekan, holatiga qarab, maydoniga qarab narxlar o'zgarishi mumkin ekan. O, zo'r ekan. Aka, rostdan mana shu bozordagi hamma naveslar sizlar qilib berganmisizlar? Biz qilib berganmiz ustalarimiz. Qarang, faqat Farg'onami xizmat yoki O'zbekiston bo'yicha? O'zbekiston bo'ylab xizmatimiz borib o'lchash, hisob-kitob qilish bepul. Batafsil ma'lumotlar uchun quyidagi raqamga bog'lansalar, usta akamiz o'zlari sizlarga aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot berib, xudo xolasa ishlarini cho'tga qilib beradi.